Aziz qarindishim, o'zingizdan so'rab beqing. Ro'za tutyapmiz, tarovih namozi o'qiyapmiz, tahajjudlarni o'qiyapmiz, sadiqalarni biryapmiz. Lekin bu ibodatlarni qanchalik darajada mukammal ado qila oldik, qanchalik darajada tilimizni, ko'zimizni, qalbimizni gunohlardan saqladik. Bu muborak Ramazon oyining oxirgi kunlarida istig'forni ko'p qilaylik. Namozlarimizni, ro'zalarimizni, sadiqalarimizni va boshqa barliq ibodatlarimizni istig'for bilan tamg'a uraylik. Yetib keldi bizlarga xush muborak Ramazon. Aziz qarindishim, insonning hayoti degan nima? Gunoh bilan savobning, g'aflat bilan uyg'onishning to'xtamay davomlashadigan kurishi emasmi? Bu muborak kunlarda hammamiz eng go'zal ibodatlarni qilyapmiz, ammo insoniy ojizligimiz tufaylidan kamchiliklardan o'zimizni tamoman qochira olmaymiz. Ana shu sababdan istig'for mu'minning hayotidagi eng muhim ibodatlarning biriga aylangan. Nima uchun demsiz? Chunki payg'ambarimiz inni la astaghfirullah fil yawmi 100 marra. Men her gün Allah Taalaga 100 qatim istig'for aytaman degan. Qur'oni Karimga qarasangiz-mu, Allah Taala bizni istig'forga nihoyat ko'p o'rinda buyurgan. Uningga qiziqtirgan, uning mevalarini ro'shan bayon qilib bergan. Masalan, Allah Taala Qur'oni Karimda "Vastagfirullah innalloha g'afurur rahim." Allohdan mag'firat tilanglar. Haqiqatan Allah nihoyat mag'firat qilguvchi, nihoyat mehribondir degan. Yana bir oyatda "Va inistagfiru robbakum thumma tubu ilayh." Sizlar Parvardigoringlardan mag'firat talab qilinglar, ondan uningga tavba qilinglar degan. Payg'ambarimiz istig'forni har bir ibodatning go'zal xotimasi qiladi. U har namozdan keyin 3 qatim astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah deydi. Kechilik ibodatlarini istig'for bilan oxirlashtiradi. Shundaqla payg'ambarimiz o'ltirgan sorunlarını istig'for bilan oxirlashtiradi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam "Men jalasa fi majlisin fakathura fihi lagatuhu faqala qabla an yaquma min majlisihi zalik subhanakallahumma rabbana wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk illa ghufira lahu ma kana fi majlisihi zalik." Kimiki bir sorunda behuda so'zlar ko'p bo'lib, u yerdan qo'pishdan burun Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk desa, shu sorundagi gunohlari mag'firat qilinadi degan. Shayx Abdurrahman Sa'di rahimahulloh istig'for degan bandaning ibodatidagi nuqsonlarni to'liqlaydigan ibodat, Allohni zikr qilish bo'lsa, bu katta ibodatga muvaffaq qilganlik uchun shukr qilishdir degan. Mana bu so'zlar bizga istig'forning ikki muhim rolini ochiq ko'rsatib beradi. Birinchidan istig'for kamchilikni to'liqlaydi, ikkinchidan ne'matga shukr bo'ladi. Undaqda istig'for aytish nimishqa buncha muhim desangiz, chunki bugungi kunda nurg'un kishilar ibodatlarini ado qilib bo'lgandan keyin xuddi cho'ng bir qarzni to'lab bo'lgandek erkin nafas oladi. Ammo haqiqiy mu'min kishi bo'lsa, qancha yaxshi amal qilsa-mu, yanala ibodatlarda kamchilik, nuqsonning bo'lishidan ansirab turadi. Mana bu istig'forning nima uchun shuncha muhim ekanligini ko'rsatib beradi. Bu haqda Ibn Taymiya rahimahulloh istig'for bandini yomon ishdan yaxshi ishqa, kamchil amaldan mukammal amalga, tuvan maqomdan yuqori mukammal maqomga ko'taradi. Chunki Allohga ibodat qiluvchi har daqiqada o'zining kamchiliklarini his qiladi, texmi yuqori maqomga intiladi degan. Aziz qarindishim, o'zingizdan so'rab beqing. Bu muborak Ramazon oyining kunlarida ro'za tutyapmiz, tarovih namozi o'qiyapmiz, tahajjudlarni o'qiyapmiz, sadiqalarni biryapmiz. Lekin bu ibodatlarni qanchalik darajada mukammal ado qila oldik? Ro'zador holatimizda qanchalik darajada tilimizni, ko'zimizni, qalbimizni gunohlardan saqladik? Ana mushu nuqtada istig'forning ahamiyati texmi aniq namoyon bo'ladi. Salaf solihlarning yo'li mana shundoq yo'l edi. Ular Ramazon ro'zasi, haj, umra qatorliq cho'ng ibodatlarni tamomlagandan keyin tavba istig'forni texmi ko'p qiladi. Chunki ular ibodatlarning haqqini to'liq ado qila olmadik deb o'ylaydi. Shunglashqa ey Ramazon ahli, bu muborak Ramazon oyining oxirgi kunlarida istig'forni ko'p qilaylik. Namozlarimizni, ro'zalarimizni, sadiqalarimizni va boshqa barliq ibodatlarimizni istig'for bilan tamg'a uraylik. Chunki ba'zida Ramazon bo'lsa-mu eg'zimizdan yomon so'zlar chiqib ketishi yoki boshqalarga
ularga qo'pol muomala qilib qo'yishimiz mumkin. Alloh taolo Qur'oni Karimda bizga mundoq va'da qilgan: "Va may ya'mal su'an aw yadhlima nafsahu thumma yastaghfirillah yajidilloha g'afurur rahima." Kimiki bir yomonlik qilsa yoki o'ziga zulm qilsa, ondan Allohga mag'firat talab qilsa, u Allohning nihoyat mag'firat qilguvchi, nihoyat mehribon ekanligini ko'radi deb bayon qilgan. Shuningdek, bu qutlug' kunlarda istig'for aytishni odatimizga aylantirib olaylik. Qo'lingizdan kasila, tilingizdan astag'firulloh va atubu ilayh, Allohdan mag'firat tilayma, uningga tavba qilma degan so'zlarni tushirmang. Alloh taolo hammamizni tavba qilguvchi, o'ziga qaytquchi, istig'for aytquchi bandalardan qilsin. Bizning Ramazonda qilgan ibodatlarimizni qabul qilsin, bizni qadr kechasiga yetkazsin. Amin.